Hozirgi kunda bilamiz, juda ham rekord darajasiga chiqyapti O'zbekiston havoni sifati bo'yicha. Agar bu holat davom etaversa va hech narsa qilmasak, O'zbekistonning ba'zi hududlari cho'lga aylanib ketishi hech gap emas. Bu bugungi O'zbekiston. Bunga jim qarab tura olmagan biz muammodan yurtimizni qutqarish uchun o'z hissamizni qo'shishga harakat qilib, bir nechta kichik va katta loyihalarga bel bog'laganmiz. Bugungi kunda biz hamkorlik qilib kelayotgan qurilish obyektlari, turar joy majmualari bor. Men bularni sanab o'tmoqchiman. BI Group Botanika saroyi, Energy, Diamond Castle, Murad Buildings, Imperial Club, Madeira Towers va boshqa mahalliy loyihalar bilan birgalikda hamkorlikda ishlab, landshaft hududlarini yaratdik. Ammo vaqt o'tishi bilan ular hayratlanarli narsalarni payqashdi. Ketishligicha turar joy majmualarida havo biroz toza bo'ldi, ko'cha salqinroq bo'ldi, hududga kamroq chang kirdi. Chunki o'simliklar devorga o'xshaydi. 30 dan 50% gacha chang havoni to'sish xususiyatiga ega. Va qushlar esa u turar joy majmualariga qaytdi. Bir nechta daraxtlar butun mamlakatni o'zgartirmasligi mumkin. Lekin ular o'z kichik mamlakatini o'zgartirdi. Endi tasavvur qiling, agar har bir yangi qurilish loyihasi O'zbekiston bo'ylab o'simliklar va daraxtlarni ekish bilan boshlasa va yashil hududlar uchun kattaroq maydon ajratsa, uyga qaytayotgan insonlar o'zini xavfsiz his qilishiga imkon yaratib bera olsak, bundan ortiq qanaqa yana katta yutuq bo'lishi mumkin. Agar quruvchilar va tashkilotlar bahor gullari bilan hamkorlikda ishlasalar, ular quyidagi afzalliklarni qo'lga kiritishadi. Changni kamaytirish va aholi uchun xavfsiz hudud yaratishga muvaffaq bo'lishadi va hamda o'z turar joy majmualarida haqiqiy Italiya, Yevropa atmosferasini ham yaratishga muvaffaq bo'lishadi. Chunki bilamizki, hozirgi kunda turar joy majmualarida kamdan kam yashil maydonlar ajratishyapti. Lekin Yevropa mamlakatlarida, Italiyada bilsangiz, juda ham ko'p qism binoda o'simliklardan iborat. Va men xohlardimki, bizni sheriklarimiz, hamkorlarimiz ham ko'proq yashil hududlariga maydon ajratsa va ularni biza landshaft orqali chiroyli makon, jannat makon, atmosfera yaratishga muvaffaq bo'lardik. Hozir biz sizlarga qisqacha o'simlikka biroz parvarish qilinsa, pardozandoz qilinsa, qanaqa holatga kelish haqida qisqacha master class qilib ko'rsatmoqchimiz. Ushbu o'simligimizni hozir spiral holatiga olib kelamiz. Bu o'zi piramidali holatda edi. Ushbu o'simligimizni archasimon o'simliklar oilasiga kiradi va undan spiral shaklini yaratamiz hozir. Barakalla, malatsi. Bitta chaypa chalib qo'ysanglar. Shoqsalom aka keling. Shoqsalom aka bizning kompaniyada уже necha yil bo'lib qoldi ishlayotganingizda? 10 yil. 10 yildan oshiq bahor gullari kompaniyasida ishlaydilar. Barcha qilgan shu ketgan vaqtingiz, mehnatingizga biz juda ham xursandmiz. Kompaniyamizda eng qadrli xodimlardan biri. Chaypa chalib qo'ysanglar xursand bo'lardim. Ko'rib turganlaringizdek piramida shaklidan spiral shakliga olib keldik bitta o'simlikni. Bog' markazimiz 35 yildan oshiq o'z faoliyatini O'zbekistonda yurg'izib kelyapti. 91-yil Bahor gullari kompaniyasiga asos solingan va hozirgi kunga kelib 120 gektardan oshiq yer maydonlarida Italiyadan, Yevropadan mahsulotlarni olib kelib O'zbekiston iqlimiga moslaymiz. Ko'rib turgan o'simliklar hammasi O'zbekistonda chirchiqda. 120 gektarlik maydonda 700 xildan oshiq o'simliklarni navini ishlab chiqaramiz va hozirgi kunda 700 xil nav va 4000 xil nomenklatura bor. 4000 xil razmer, o'simlik, pozitsiyalar har xil. Ko'rib turgan ushbu o'simliklaringlar Gartenziya, bu golubay yel o'simligi. Barchasi italyanskiy o'simliklar. Kichkina razmerda olib kelib, ularni 2, 3, 5, 6 metrlargacha o'stiramiz. Agar sizlarning turar joy majmuanglar bo'lsa, har doim bemalol bizga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Shunaqa o'simliklar bilan ta'minlab beramiz. Optim narxlarda. Chunki biz o'zimiz distributsiya bilan ham shug'ullanamiz. Eksport ham qilamiz. Hozirgi kunda 7 ta filial mavjud. Bahor gullarini 7-sini Tojikistonda ochganmiz. Aynan Tojikistonda men o'zim boshqaraman. Tojikiston hududida agar tanishlaringiz bo'lsa, menga bemalol chiqsa bo'ladi. Aloqa chiroyli narxlarda yaxshi o'simliklarni qilib beramiz. Turar joy majmualariga yoki ofis, restoran, xonadonlarga shunaqa go'zal o'simliklarni ta'minlab berishimiz mumkin yaxshi narxlarda. Endi hozir savollarni qismiga o'tamiz. Berilgan 4 ta savolga sovg'amiz bor. Kim savol bermoqchi bemalol qo'ylarni ko'tarsanglar bo'ladi. Eshitaman.
Assalomu alaykum. Juda ham zo'r ma'lumotlar berildi. Aynan bugungi kunda O'zbekistonda o'sha ekologiya sohasi uchun dolzarb masala. O'zim viloyatdanman, Surxondaryodanman. Bizlar tomonda ekologiyada unaqa bu Toshkentchalik muammo yo'q. Havo yaxshi nisbatan. Toshkent shahrida hozir yashayman, istiqomat qilaman. Havo juda ham yomon va suv bundan keyingi yillarda aynan mana shu atmosfera havosini yaxshilash uchun bahor gullari tomonidan qanaqa ishlar amalga oshirish rejalashtirilgan? Ushbu savolga javobimizni o'sha 5 yil oldin javob berilgan. Sababi o'zi ko'rib turgan maydonlaringiz, ishlab chiqarish zonamiz ham ekologiyaga juda katta yordam beradi. Bizning maqsad hozirgi kunda Baytqo'rg'onda, Chirchiqda ko'rsatgan hududimizda 120 gektarlik maydonda umumiy hisobda hamma filiallarni qo'shganda 1 milliontaga yaqin o'simliklar mavjud. Butasimon, archa va daraxtlar. Har xil navlar aytganligi 700 xildan oshiq. Ushbu o'simliklarni o'zi katta ekologiyaga ta'sir o'tkazadi va bizning maqsad yiliga bu sonlarni 20% ga oshirish. Ishlab chiqarish hajmini oshirib, ko'proq O'zbekistonni va qo'shni davlatlarimizni shunaqa o'simliklar bilan ta'minlab berish. Shu orqali biz rejamiz o'sish, o'simliklarimizni miqdorini ko'paytirish. Bu o'zimizning ishlab chiqarish, o'zimizning o'simlik. Hozir masalan bitta ko'tarib ko'ra olasizmi shuni? Ko'rsataylik. Aynan shu o'simlikni Italiyada ishlab chiqarishadi. Hozir Italiyada ushbu mahsulot mana O'zbekistonda Italiya bilan birga bir xonaki o'simlik ishlab chiqarilyapti. Bu juda ham katta progress biz uchun. Hop, keyingi savol. Men bahor gullarini shu taqdimot kelgandan keyin tanidim. Oldin keyin Instagramda ko'rgan ekanman. Instagramga tadbirda ko'rgandan keyin ham qayta kirib ko'rdim. Bu tanish brendim ekan, oldin ham ko'rgan ekanman deb o'ylab to'liq o'rganib chiqdim. Instagram profillar bilan tanishdim, filiallarni ko'rdim, narxlarni ham ko'rdim. Shu joyda savol tug'ildi. Narxlar biroz qimmatroq ekan. Albatta buni to'g'ri tushunish kerak. Bunaqa ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish ham hozircha oson narsa emas. Va men savolim shunday iboratki, shunaqa qanaqadir ozroq arzonroq, masalan, O'zbekistondagi ko'proq aholilarni cho'ntagiga ko'taradigan segment bo'yicha ham ko'proq ishlar qilish rejalashtirilgan. Masalan, 2000 ga bitta dona gul olganda, masalan, 200 minglik gulda 10 ta olsa, bu havoga ham 10 barobar yaxshiroq foyda bo'lsa kerak deb o'ylayapman. Shu bo'yicha nima deyolasiz? Gaplarga juda qo'shilaman, to'g'ri narsa aytdingiz. Bizda ham maqsad agar qanchalik aytganingizdagi bitta o'simlikni 2 millionga olgandan ko'ra 10 ta o'simlikni 200 mingdan olgan ancha kislorod ko'proq chiqaradi, boyitadi. Gapingiz to'ppa-to'g'ri va aynan shuning uchun ham biz ko'plab bizlarni qimmatchi deb o'ylab qolgan, bahor gullarini qimmatchi deb o'ylashadi hozirgacha ham, lekin hozir borib ko'rsangiz, aynan hovli o'simliklariga, xonaki o'simlik emas, hovli o'simliklarini ishlab chiqarish zonalarimizni ko'rsatdik-ku. Bu degani o'sha biz o'zimizning ishlab chiqarish quvvamizni importni kamaytiryapmiz-ku. Yevropadan, Italiyadan olib kelyapmiz. Logistika xarajatini qo'shmayapmiz. Shuning uchun ham qimmat bo'lib ketmayapti narxlar. Hozir biz o'zimizda ishlab chiqarilganimiz uchun Italiyadan ham arzonga aylanyapti va hozirgi kunda o'simliklarimiz, Chirchiqda joylashgan o'simliklarimiz juda hamyon bo'lib narxladi. Aynan italyanskiy mahsulotlarni agar solishtiradigan bo'lsak, biz Turkiya, Eronlar bilan hamkorlik qilamiz. Italiyadagi eng katta bitomniklar bilan ishlaymiz. Italiyada o'simliklari barham yevropeyskiy standart boshqacha bo'ladi. O'simliklarni misol ahamiyat bersangiz, mana oddiy misol mana shu o'simligimizni stvuliga ahamiyat beraylik. Mana spiralli o'simligimiz. Mana spiral tekis. Agar endi yomonlashmas boshqalarni boshqa o'simliklarga ahamiyat bersangiz, mana shu o'rtadagi stvuli mana qiyshiq ketib, mana qilib spiral bo'ladi. U to'g'ri ishlab chiqarishi hisobiga. Bunaqa to'g'ri sifatli mahsulotni ishlab chiqarish uchun katta xarajat ketadi. Yevropada shuning uchun ham biz olib kelardik, import qilardik, qimmatga aylanadi. Hozir o'zimizdan ichki ishlab chiqarishni qilganimiz uchun xudo xolisa arzonga aylanyapti, ancha narxlar tushyapti. Xudo xolisa ob'yomimiz bo'lgani uchun konkurentlarga ham nisbatan arzonroq narxlarda xudo xolisa harakat qilamiz ta'minlashga xalqimizni. Rahmat. Har bitta o'simliklarni parvarishlash bo'yicha qanaqadir qo'llanma bo'ladimi? Masalan, endi xaridorga sotasizlar mahsulotni, keyin uni o'zi parvarish qila oladimi yo'qmi? O'sha qo'llanma bo'ladimi yoki sizlar bilan doimiy aloqa qilib turish kerakmi shu bo'yicha? Akamizning savollari ko'pligi o'zi qiziq, ko'pligi juda ham o'simlikni nimaga sotib olishga qo'rqishadi, o'ldirib qo'yaman deb qo'rqishadi. O'zi ko'pincha shuning uchun sotib olishmaydi, xarajat qilib nima qilaman deb. O'lib qoladi barham deb. Nimadan o'ladi o'zi? Ko'pincha biz o'simliklarga nisbatan mas'uliyat his qilmaymiz, befarqlik qilamiz. O'simlik yashash uchun suv quysa bo'ldi. Mana biz ham
ko'rib turgan 120 gektar mana shu maydonda suvdan boshqa hech nima qilmaymiz. Faqat suv beramiz. Bu yerda vitamin, dopinglar, unaqa narsa haqida gap ketmayapti. Yerda turgan o'simliklarning hammasi o'zi ildiz ozuqa topadi. Faqat uni suv bilan ta'minlab turish kerak, ildizni. Endi ba'zi bir o'simliklar bor, tagida ildizdan suv ichadi va ustidan ham suv ichishni yaxshi ko'radi. Ustida dashliviy paliv deymiz, yomg'irga o'xshab mayin suv sepilinadi ustidan va ustidagi uchidagi baylari ham ildizga suv ozuqa bo'ladi va ildizga kiradi, nam bo'ladi. Aynan suv deb ko'pincha o'lib qoladi. Endi yana bitta javob. O'zbekistonda juda ham qimmat daraxtlarni ekib tashlashadi, lekin o'lib ketadi, to'g'rimi? Ko'plar ko'rgan, qurib ketgan, alam qiladi-da, 500-600 dollarlarga bittadan daraxt olishadi, 5-6 metrlik, o'lib ketadi u. U nimaga bo'ladi? Irrigatsiya tizimi, irrigatsiya sistemasi to'g'ri qo'yilmagani uchun. Irrigatsiya bu to'g'ri paliv sistemasini yaratish. Ya'ni o'simlikka yetarlicha suv bermaganimiz uchun o'lib qoladi. Ko'pincha vodovozlarda yurib suv quyishadi. Ertalabdan kechasi o'zi kabinli arasheniya degan narsa bor. Tomchi sug'orish. Hozirgi kunda Toshkent City Mallda ham ko'rdim, Ahmet bilan ko'chalarida yo'lning o'rtasida tortib qo'ygan kabinli arasheniya. Aynan o'sha sistema orqali suv sirkulyatsiya bo'ladi. Har bitta ildiz, har bitta o'simlik suv ichadi. Orada shunaqa holatlar ham bo'ladi. U ham yordam bermaydi, u qachon yordam bermaydi? Kabinli arasheniyada sifatlilar bor, sifatsizi bor. Sifatlilari o'zidan yomon suv, loyqa suv bo'ladi-yu, loyqa suv aylanayotganda tiqilib qoladi. Suv o'tmaydi o'tdan. O'shanda aynan shu gulga suv tegmagani uchun bu o'lib qoladi. Ko'pincha holatda suvsizlikdan. Endi biza qo'llanma beramizmi mijozlarimizga qanaqa parvarish bo'yicha? Ha, beramiz. Bu bo'yicha maxsus o'g'it, vitaminlar ham berishimiz mumkin, ozuqa qo'shimcha. Lekin o'simlik yashab ketishi uchun ozuqa, vitamin, doping kerak. Faqat o'zi to'g'ri suv berib tursa bo'ldi. Suv bersak bo'ldi bularga. Ovqatlantirish kerak-da. Bahor kunlari fermerlarda hamma o'simliklarni necha yil davomida o'stirgansiz? Masalan, mana shu hududimizdagi o'simliklar bizga 1 metr bo'lib, adxvatstva deydi. O'simlikni shirinasi, shoxini biz 6-8-10 razmerda santimetr olib kelamiz va mana hozirgi ko'rib turgansizlar daraxtlar bizda ba'zilar bor 14-16 adxvatstva ko'proq va 1 metr bo'lgan bo'lsa, oldin hozir 3 metr, 4 metr. Yerga ekilingandan keyin barcha mana shu daraxtlar bo'yiga 1 metr o'sadi. Uzunasiga 1 metr o'sadi, keyin uni strishka qilamiz. Kesamiz, yana ham sekinlashadi bo'yga o'sishi, chunki biz bo'yini o'stirib qimmat sotmaymiz-da. Biz kesamiz, yana butalash uchun, ko'proq, zichroq bo'lish uchun. Shuning uchun biz masalan ba'zi bir kompaniyalar 2 yil ichida 4 metrli, 5 metrli daraxt shakllantirsa, biz 2-3 yil ichida 3 metr, 2,5 metr daraxt shakllantiramiz, lekin sifatli zich butali bo'ladi. Shoxlari ko'p bo'ladi. Hamma o'simliklar har xil o'zi o'sish darajasi, tezligi. Asosan mana masalan ko'plarga qizig'ini aytaman, Magnolia hamma biladi, Magnolia o'simligi. Magnolia qancha o'sadi? Magnolia 2 xil sorti bor. Magnolia grandiflora, Magnolia gallicanensis degan sorti bor. Magnolia gallicanensis grandiflora, keyin Magnolia little gem degan ikkita sorti bor. Magnolia little gem degan sorti masalan u karlikiy Magnolia. Yiliga o'zi 40-30 cm o'sadi. Lekin Magnolia gallicanensis grandiflora sorti yiliga 1 metr o'sadi. 1 metr uzunasiga o'ngdan chapdan tepaga o'sib ketaveradi. O'simlikning sortiga bog'liq. Qanchalik tezroq o'sishi. Rahmat savolingiz uchun. Assalomu alaykum barchaga. Aka, sizni hozir qilgan ishingizni ko'rib, gulni formasini ko'rib, joyingiz bu yerda emas, balki bu yerda sartaroshlar orasida ekan deb o'ylab qoldim. Ochig'i. Hop, savolim shundan iborat. Men o'zim ham o'simliklar orasida yuraman, pashta dehqonman desam ham bo'ladi. Hop, aka, cho'l zonasiga mos keladigan daraxt o'simliklardan aytsangiz agar yaxshi bo'lardi. Chunki bizda faqat saksovul, to'rong'i, yilqin, shunga o'xshash o'simliklar. Undan tashqari qaysi o'simliklarni o'stirish mumkin? Xo'p, rostini aytaman aka, bu bo'yicha bilimim kuchli emas. O'zi savolingizga o'zingiz javob berdingiz. Saksovul, men biladiganim o'zi saksovul, o'zi faqat, lekin boshqa o'simliklarni bilmayman. Qanaqa qilib. Lekin aynan mana shunaqa quruq zonalarda hozirgi kunda искусственный suv xranilishi qilishadi, basseyn yaratishadi, spetsialniy katta suvni o'tda jamlab, erkamlikka kapilniy arasheniya orqali pavlonia balki daraxtlarini to'g'ri suv tizimi bilan suvni sug'orish sistemasini to'g'ri qilib,
ularni boqsa bo'ladi, parvarishlash. Cho'lda nimaga o'smaydi o'zi? Suv bo'lmagani uchun-da. Agar suv bilan resheniyani topsak, unaqa joylarda suv zaxirasini ko'proq qilsak va ularga suvni vaqtida ta'minlab bersak, u daraxtlar ham o'sadi. Va o'sha endi bilamiz, cho'lli joylarda yer juda qattiq bo'ladi. Yerlarni o'sha endi o'zimiz bilamiz, traktor, greyderlarda bitta anaqa aralashtirib yuborsa, yerni o'g'itlar bilan boyitsa, uni ham unumdor yerga aylantirsa bo'ladi. Hammaga kattakon rahmat. Bugun sizlar bilan suhbat qilib, mana shu turib, juda ham mazza qildim. Sizlarga manfaatli bo'ldi degan umiddaman. Kelinglar birgalikda O'zbekistonni yanada yashnatamiz, yanada ko'proq o'simliklar bilan boyitamiz. Hammaga rahmat yana bir marta.